Assalomu alaykum. Qo'shnilarning uyidan sim tortyapmiz. Sababi mahallada svet o'chgan. 10 kilovat stansiyani 3 ta xonadonga ulayapmiz. Chig'atoyda yana svet ketdi. Yana bittadan bitta qo'shakamiz. Xullas, meni uyimda svet bor. Quyosh paneldan ishlayapti. O'tdan chiqib, bu amakim uyiga ketgan. Bu qo'shnimda ham to'y bo'ldi kecha. Ularga ham hozir ulab boramiz. Qanchalik ishlab berishini ko'ramiz. Razvedkadan chiqdi. O'tdan qo'yxonaga kelgan razvedkadan u yoqqa ketdi. Bu uy hozir hammasida bor. Meni uyim hammasida bor. Bu yoq qo'shnimizni kecha to'y qilganlar. Mana cheris derazadan o'tkazib o'tdi, razvedkaga tiqildi. Hozir 3 ta uyda svet bor. Ko'ramiz hozir qanchalik invertorimizga tok beryapti. Endi kuchli narsalar ishlamayotgan bo'lsa kerak, konditsionerlar o'chuvdi, xullas. Qolgan narsalar ishlayapti ekan. Hop, lekin обязательно bu narsani tushunadigan odam qilsin. Hop, 3 ta uyga 1800 ketyapti. Hozir kamida 6 kilovat bera oladi bu. Yana 3 tadan 6 kilovatga bo'lsa 6 ta yo'lab bersam bo'lar ekan. 6 ta emas, 9 tani ko'tarar ekan. Примерно. Konditsioner ishlatishmasa 9 ta ko'tarib beradi. 3 tadan 2 kilovatdan 3 ga ko'paytiramiz. 10 kilovat 9 ta ko'taryapti shunda. Xo'p, soatimizni 3 bo'lgan. 3 ta taxminan 6-6,5 deb beradi. Hozir 5 ga tushadi. Birpasda 5 kilovat berishga tushadi. O'sha 7 talarda 5 kilovatga 7,5 5 kilovatga tushadi. Shu davlatga tok sochish o'chuv, davlatning o'zi o'chuv. Orqa mahallada boshqatdan shit o'rnatishayotgan ekan. Ertalab 9 da ketgani bo'yicha men sezganman bu. Uyimda bor edi. Ertalab o'sha 7 da yaxshigina tok bergan, uyimda bemalol. Endi odam kechsam svetlar o'chuv. Ha desam 9 dan beri yo'q dishdi. Qo'shnimnikida kecha to'y bo'lgan, rosa ovqatli kelgan. Hozir aynib qolmasin deb ulab qo'ydik. Ikkita холодильник, xullas общий 4 ta холодильник, Wi-Fi, kamera, svet. Shunaqa narsalar ishlayapti hozirgi paytda. Обязательно buni ulashdan oldin qilinadigan narsa birinchi o'chirtda hamma sho'ching tagida avtomatlarni o'chiriladi, kirish. Chunki agar qaysi bir uchala uydan ham qaysi birida agar tok kelgan paytda avtomat yoqib bo'ladigan bo'lsa, invertor kuyadi. Invertor chiqishiga avtomat ulab olgan bo'ladi. Endi qo'lida mana qism turibdi. Lekin yaxshi 2,5 talik sim. Bu 2,5 talik sim ham menimcha. Yo 1,5 yo 2,5 sim. 1,5 sim. Nariga ham odamga ketgan ham bu ham 2,5 sim bo'lishi kerak. Hozir qaraymiz. Hop. Bu ham 1,5 sim ekan. Normalniy. O'tdan odamga ketgan. O'tdan ikkita qo'shni yo'q, bani uzilib ketdi. Taqib qo'yamiz yana boshqatdan. Mashta singanda oyog'im. Oyoqsin edi-da. Hoppa. Mana shunda tursa da будет свет. Ana, endi o'ynamasa kerak. Mana uni ozgina tortib qo'yish kerak. To'xta. Uzamiz, saylantirib olamiz. Xolodilniklar kuymasa bo'ldi, o'chirib yoqurganimga. Ana, har holda balandroq bo'ldi. Sen o'zimiz uyni ham baland qilib qo'yish kerak. Mana bosh tegmaydim. Va xolisi hamma joyda svet boranini ham ko'tarib qo'ysam, bu tushgan oson bo'lar ekan. Ha? Buni uchun ham o'zib turish kerakmi? Tak, o'tdan o'tib borsam yetarmi ekan? Hozir 1 minut. Simlarni to'g'irlab oling.
Ha, mana simni to'g'rilab oling. Chiqib ketib qoldi. Aziyomdan. Videoga olsam. Men naryoqacha yetsa bo'ldi simim. Qo'yli tishlab yeb qo'ymasa deb teparoqdan o'tkazdim. Yetarkan. Bo'lar. Tegidan amallab o'tsa bo'ladimi? Bo'ldi, kelgandir. Akrom aka, svet keldimi? Bo'ldi, xudo xolis uzilmaydi. Boya raziyomdan chiqib ketib qoldi. Sim o'ynadi-da. Demak, raziyomdan chiquvdi, boylab qo'ydim. Bo'ldi aka. Qo'shni derazasidan o'tkazib uyga ketdi. Uy bemalol ishlatadi. Kechqurunga endi akkumulyatorimiz ishlaydi. Kechgacha svet kelib qolsa kerak, Nabodoga 5 kilovatli akkumulyatorimiz to'la turibdi. Hop, bu ham bir 3 soatga yetadi, sababi quyosh botguncha zaryad oladi. Quyosh botgandan keyin uyga tokini berishni boshlaydi. Endi hozir konditsionerlar o'chib uchala uyda ham, xolodilniklar yo'q-ku, uchala xolodilnik barobar ishlayapti. 4 ta, u yoqda 2 ta, u yoqda bitta, Ivanda bitta. Xolodilniklar o'chib yonib ishlaganning hisobiga bir 3 soat bemalol akkumulyator yetib beradi. Ungacha xudo xolisa orqa tarafda mahallada shit o'rnatishayotgan ekan, bitirib bo'lishar, svetni berishadi xudo xolisa. Bir kunga o'chirishgan bo'lsa kerak-a, unaqa ko'p bo'lmasa kerak. Lekin mana shunaqa paytda baribir sota olmaysizlar, undan ko'ra qo'shnilar ulab tashlasanglar, qani savob ham bo'ladi, foyda ham bo'ladi. 10 minut to'laganimga, hop, Uskavoy to'kilib o'tib ketdi xolodilniklarniki. 1111 uchta xonadonga ketyapti. Yo'roq yoshdan olamiz 970 uchta xonadonga bo'lyapti. 300 wattdan ketayotgan ekanda. Ancha ekonomli. Akkumulyatorimiz to'la. Xudo xolasa bugunga bemalol yetib beradi. Svet kelguncha. Men o'zimnikidan kirish tokini o'chirmayman, chunki invertordan o'tgan, lekin ikkita qo'shniga kirish tokini o'chirib qo'yish shart. Bo'lmasa o'sha yerdan meni chiqishimga tok ulanadi. Kuyib ketadi invertor. Ehtiyot bo'lish kerak. Обязательно tushunadigan odam bilan hamma shochidan chiqqan toklarni o'chirib turib, keyin ulash kerak. Menda uyda hozir tepada ko'rsataman. Svet kelganda datchigim bor. O'sha yonsa keyin borib o'zim o'chirib beraman. Bugun endi ishga bormay qo'ya qolamiz. Tinchgina uyda o'tirib o'zim kontrol qilib bera qolaman. Yana bo'lmasdan yoqib yuborsa, xabarini kuyib yurmasin hammasi. Mana svet kelsa, mana shu indikator ko'rsatadi. Bu davlat toki, bu invertordan chiqishiga qo'yganman. Wi-Fi ga unga o'tkazib, bunga o'tkazaman. Mabodoga invertorni agar yechib turadigan bo'lsam, nimadir o'chiradigan bo'lsam, Wi-Fi bu yoqqa davlat toki o'tadi. Invertorga tegmaydigan bo'lsam, davlat svet ketadigan bo'lsa, paytda o'zi o'tib turadi postoyanno. Mana shundan to'g'ri pastdan mana shuni tegida invertorim bor podvodda. Podvoddan olib chiqaman, ko'rib qilishim kerak, hali qilmadim. Wi-Fi tepasida shundoq. Shu yerda o'zi proyektor ham shu yerda bo'lganligi uchun mashdan chiqarib qo'ya qoldim. Bunaqasiga bu yo'ldan ham kelgan. Buni ham polda tegidan o'tkazib olish kerak edi. Shu paytda uy ichidan o'tkazdim. Atak hozirgi paytda shundoq invertor o'zini kirishi chiqishiga ikkalasini mana shu tushirib ulab yuborsam bo'ladi. Bitta korpus tushirib yuboraman shu yerda. Yaxshi bo'lib ketadi. Shu foydalaninglar. Svet yo'q paytda davlatga sotmasanglar, bemalol qo'shnilarga bersanglar bo'ladi. Kecha o'zi to'y oldi aytdim, Nabodo to'yda ketmasin u. Svet ketsa tok bor bir cheli olib chiqib beraman desam, mana ertasi kuni ketib turibdi. Hozir telefon qilib qoldilar o'zlari ham. Kecha shunaqa dedim, "Davay o'laymiz" dedim. O'zi yo'l dedim, ishga ketayotgan joyda qaytdim deb ulg'ora qoldik.
Yana o'zim kontrol qilib qolaman. Mana shu yonsa o'zim chiqib qo'shnilarnikini o'chirib kelaman. To'g'riroq bu yerdan boyagi joydan o'zimni ussam, qo'shnilar o'zi sekin avtomatga qo'shadi. Svet yo'q deb telefon qilishadi. O'chib qoldim deb. Yoki borga olib kelaman o'zim. Birinchi o'chirtdi, oldin uzib, keyin u yoni yoqiladi. Agar mabodo kelganda ulov borilsa, yuzga kiradi. Hozir bitta uyda faza 0 o'chdi. Bu yerda avtomat ikkalasini o'chirar ekan. Ikkinchi uyda fazani o'zi o'chdi, 0 turibdi. Invertorimga 0 kiradi-yu, fazasi kirsa lekin kuyadi. Faza ham kirsa. Shuning uchun bitta suvda bo'lganiga ishlamaydi. Davlat tokini NFC da tekshiryapman. Invertor chiqishi bilan qarama-qarshi kelishini. Agar kelsa kuyishi mumkin, shuning sababli mana sho'chida detallamadi. Avtomatgacha kelgan, davlatga o'tmagan. Svet kelganini telefonim ham ko'rsatib turadi. Umnidom gulaganman. Mana bunga kirsa svet yo'q, shuning uchun ulanmayapti Wi-Fi ga. Xo'p, ikkinchisiga kiradigan bo'lsak, ikkinchi relayimizda svet bor. Mana invertordan chiqishi bo'lganiga ko'rsatib turibdi. Qo'shnimiz Akrom akamnikini ham sho'chilarni tekshirib ko'ramiz. Sho'chiga mandagi invertori chiqishi kelganmi yo'qmi? Agar kelgan bo'lsa, o'sha o'chirib tekshiramiz. Bu yoni ham NFC bilan tekshirdik. Bu yerda ham yo'q. Ichida bor svet. Так что korotkий bo'lmaydi. Sekin o'tir. O'g'limi bo'yi tegmayaptimi simga? Demak yaxshi. Yo'qni ham tegmaydi. Normalni biz o'zimiz egilib o'tiraveramiz. Yosh bola o'tarsa bo'ldi. Tokka ekonom qilmayapmiz. Bemalol ishlatyapmiz. Shtoy kirmoshni ishlaganda, kirmoshni o'chib ishlaydi. Mana motor aylanayotganda 1200. Motor aylanayotganda 1400. Shtoy bilan ketyapti. Endi suvni qizitish rejimi yoqilsa, ya'ni 2,5 kW ham qo'shib ishlatish mumkin. 2,5 kW oladi kirmoshni. Atak mana shu ishlashiga soatimiz 4,5. Kirmoshinasiz 753. Kirmoshina bilan nabdang chiqib tabni qo'ysin. Kirmoshina rejimi o'zgarayotganligi uchun to'kam 805 har xil bo'lyapti. Svet o'chuv hali. Svet kelsa ham bilan yonadi. TNT ishlasa yana qo'shadi. Ekonom qilish yo'q, yaxshi. Mashina endi sal tuzukroq to'kyapti. 2,5 ketyapti. Soatimiz 4,5. 4,5 da hali beradi ancha tok. Xullas ekonom qilish yo'q. Tokimiz yetyapti. Yetmasa akkumulyatorimiz bor. Xo'p, shtuyiga 615 ketyapti. Hali diningda o'chdi. Xo'p, paneldan 440 ampere olyapti bitta stringdan. Ikkinchi stringdan 225 olyapti. Panelda dam olishni boshladi. 240. Shtuyiga ketyapti. Bemalol. Konditsionerni yanada o'qib ko'ramiz. Включи кондиционер. Кондиционер yonsa. Окей. Включил кондиционер. Hop, bunda sekin tok o'chishni boshlaydi. Mana. Hozir kullerlar dam o'tdi. Konditsioner yonganning hisobiga tok olish ko'paysa, kullerlar ham yonadi. Mana o'sha konditsioner sekin yonyapti, invertorni sekin ko'taradi. Hozir yana shovqinga tushadi bu. Uy sovutishni boshlayapti. Akkumulyatorni boya ulab qo'ydim. Hozir zaryad olib to'lib olgan. Shunda bitta konditsioner shtoy ishlayapti. Yana ha tekshiryapman. Yana uni nimaga qildim? Kirmoshinani ham misol yoqishadigan bo'lsa 1,5 kW dan qo'shiladi. 3 ta qo'shilganda ham 4,5, yana bunga qo'shiladigan bo'lsa 6 bo'ladi.
6:30. Hozir 6ni bemalol ko'taradi, chunki soatimiz nechi bo'ldi hozir? 4 bo'lyapti. Bunaqa paytda hozir ko'ramiz nechi berardi. Soat 4da kechagi kunni tekshiramiz. Soat 4da 5 kilovat bergan ekan. O'nta kam to'g'ri, endi to'g'ri o'zini ko'ryapman. 5 kilovat bergan. Mana soati bu bergani. Kullarlar yonida 2 dan oshganligi uchun kimdir xolodilnikga qo'shildi. Xullas, 3 uy o'ynab kulib ko'taradi. Endi hamma baravar kirib yuvmasa kerak. Lekin konditsioner yoqishadigan bo'lsa, 3 ta konditsioner bilan uyni ko'tarib beradi. Taxminan 5 kilovatlar bo'ladi. Men 4da bitta konditsioner o'chib turar ekan. Atak ko'taradi, chunki hozir yonmayapti blok aytgan bo'lsanglar, akkumulyator ham bor, akkumulyator yetmaganda akkumulyatorni oladi. Menda konditsioner Omnidon bilan ishlaydi, uyni sovutib olgandan keyin o'chadi, shuni hisobiga. Hozir o'chib qo'yamiz. Отключи кондиционер. Кондиционер выключен. Hozir bu tushadi потреблениесі. Mana avtomatik tushdi. Ertalab 9da svet ketgan deydi. Yana bilmadim, men sezilgani yo'q, chunki soat 7dan o'zida 2 kilovat beryapti, uyga 300 vatt ketayotgan bo'lgan. Ovozi ham chiqmagan, hech narsani sezmaganmiz, yururdik. Hozirgacha soat 4 bo'lyapti. Svet kelgani yo'q. Qo'shniga yaxshi ulab berganim, urida bugun qovurdoq kelgan uyga 7 xaloqat bo'lsa kerak, xolodilnikni ulamasa aynib qoladi ular ham. Yaxshi bo'ldi ulab qo'yganimiz. Kam demayli, endi sotuv bo'lsa bu narsa ko'payadi. Maksimalni olib turib sotadi. Hozir do'q kontrnigim ishladi, uyda svet yonda. O'shanga ham qo'shiladi. Xo'p. 300 vattdan o'rtacha o'zi hammada ko'pchilikda 300 vattdan ketadi standart holatda, 250-300 ketadi. Men o'zimda ham shu 250 ketadi, agar PlayStation nimalarni yoqsam 300-360 ga chiqadi. Atak standart holatda har doimgi ortiqcha kuchli narsalarni yoqilmaganda 250-300 orasida yuradi. Hop, qo'shnimda ikkita xolodilnik bo'lgani uchun sal ko'proq ketyapti. Mendan 250, amakimdan 250. Qo'shnimda bir 400 da bo'lsa kerak. 400-500 da bo'ladi. To'y bo'lgan joyda. Shuni hisobiga ozgina ko'proq ketyapti. Hozir do'q konturni qo'shildi, shunga yana bir 140 vatt qo'shildi hozir katta. No, zapas katta. Soat 7:30larda 1,5 kilovatli berib qoladi. O'sha paytgacha u ko'tarib beradi. U yog'iga akkumulyatordan ishlaydi, baribir ko'taradi. Kechgacha svet kelsa, hech kim svetsiz qolmaydi 3 oylar. Hozir bilamiz uni ham soat nechida. Mana 1:06 ni soat 5:29. Hop. Soat 6dan 10 minut o'tganda o'sha 680 vatt berar ekan. 6 gacha bemalol panelda o'tiramiz. Yog'iga akkumulyatordan o'ramiz. 6 gacha xudo xolis kelib qoladi svet. Yana bitta narsa, mana nechida ketganini ham bildingiz. Sotuv bo'lgan shungacha soat 8:23 gacha bo'lgan ekan svet. Keyin o'sha tushib ketgan uydagi nimalarga qarab, rasxodga qarab, yog'ini hisoblayapti. 8:23 da ketgan ekan. Endi svet kelib qolsa, yana sotuvni boshlaydi. Men bitada agar xohliroq kelsa, yana ko'tariladi. Bo'lmasam shu ozgina quyoshdan ozgina akkumulyatordan olib kechqurun o'tkazamiz. Gibrid shu tomoni yaxshi. 3 ta bo'ladi. Misol, davlat toki, akkumulyator, panel bo'ladigan bo'lsa, qaysi birida tok bo'lsa, o'shandan beradi. Gibrid shu tomonlama yutib ketadi. Qaysi birida bittasida bo'lsa tok, o'shandan 3 ta uyga beraveradi. Hop, 10 grid bo'ladigan bo'lsa, panel ulanadi, davlat toki ulanadi, svet o'chsa, paneldan ham olmaydi. Chunki потребление yo'q deb hisoblaydi. Gibridda. Shuning uchun gibrid olinglar deyman hammaga. Mana shuni ham bekorga maqtamayman. O'sha bu
Menda hozir yanvarda olgan bo'lsam, hozir o'tgan yil yanvarda olingan bu. Yanvarda uladim, 1 kilovat bilan ishladi. Hozirgi paytga kelib, hozir nechinchi oy, 4-oymi, 5-oy boshlangan bo'lsa, 1 yil 4 oy bo'libdi-da. Xullas 1 yoshi 4 oylik bo'libdi. Odamlar 1 oyga bormaybsizlar deyshuvdi, 1 yilga bormaydi deyshuvdi, ishlayapti. Ushtuyiga ham yetyapti. Shunaqa kerakli darajada ishlatadigan bo'lsanglar, buni o'zi datasheetini o'qib o'rganib chiqsanglar, ichidagi sxemalari 70-80% gacha bo'lgan tokka aylansa, o'shani ko'taradi. Kullerlari o'shani sovut berishga ulguradi. Qizimaydi, ishlab bera oladi. Lekin 90-100% ishlatiladigan bo'lsa, unda bu kuyadi. Katta tokka ko'tara olmaydi. Bu как stabilizatorga o'xshab, stabilizator ham o'zini nominaldan pastroq ishlaydi, bu ham shunaqa. Xullas, bunga 10 debman, 8, 7,5-8 deb qaraydigan bo'lsanglar, u vechniy ishlaydigan narsa. Vechniy bo'lmaganda ham 5 yil garantiyasi bo'ladi bunda ham. Endi deyalar yaxshi, u 10 mi? Demak 10 ni beradi. Bular 10 bo'lsa 8 ni beradi. 8, 7,5, deyalar 10, 9,5, 11 ham sotadi deyshadi. No, Solix ko'rdim, qizib ketyapti. Ancha qizib ketib, o'zini o'zi o'chirib qo'yapti. Shuning uchun deya bilmadim, uni katta nominalda ishlatib ko'rmadim hali. Lekin beradi, normalniy. Farq faqat shu, kullarda changini 2 oy bo'ldi tozalamaganimga. Tozalashim kerak, ichi qo'l bo'shamayapti. Esimdan chiqib qoldi. Bu uyga chiqishi, bu invertordan chiqishi. Buni o'chirsam, u ham o'chadi. Mabodoga. Bu o'zim invertorimga kirishi, hozir Tokyo. Tokyo mapda qizil paydo bo'ladi. Tokyo. Boyagi ekranim yonadi. Bu ham o'chuv. Xolaringni o'chdimi deyman, mana 713 watt ushtuga ketyapti. Bittasiga 300, ikkitasiga 200 dan ketyapti. Bu kontornik ochilib ishlayapti tanlov. Kontor roza, bu kontorning 140 watt edi yongan paytida. Hisoblab o'ringlar, uyga qancha tok ketadi? Bemalol yetadi yana. Qolgan qo'shnilar ham ulab olsa bo'ladi. Ulamoqchi edim, uzoqroq ekan. Sim qolmadi. Udaytil yetmaydi. To'g'risi video uchun ham ulab olmoqchi edim. O'zi qarasam, bu yoq qo'shnim uzoqda ekan. Bu meni o'zim modelim yetmaydi. Narigisi u ham ancha uzoq, 50 metr chisim kerak. Bu yoq tarafga uyni aylanib o'tadi, unga ham 20-30 metr kerak. Bu yoq qo'shnimda ham ikkita uyga aylanib o'tadi, unga ham 20 metr kerak bo'ladi. Bu yoqqa berdim, bu yoqqa berdim. O'zimda bor. Atak qolganlarni ham ulash niyatim bor edi. Davlat toki keldi. Davlat toki keldi. Mashdan olagandim. Uzamiz. Opoq tok keldi. Bo'ldi. Hozir yo'llarni yoqib qo'ysam. Tak, simlarni yechyapman qaytarib. Men hozir ussik. Lekin hali qo'shnimga yetmadim. Hozir o'zlari telefon qilsalar kerak. O'chib qoldi deb. Bu yerdan tortib oladilar. Xullas shu 4,5 da svet keldi. 35 da keldi. Hoppa. Simlarni olib qo'ysak. Hop, общий hisobda bir 15, 5, 20 metr, 22 metr, yana 20 metr. 62 metr bilan ushtuyi tokini yo'q oldik. Bo'lganda yana men qo'shnim ham yo'q qo'rardim.
Bu yoqqa ham bir 30 metr ketadi. Bu yoqqa 20 metr ketadi. Bunaqasi bersak. To'dan uylarni ham to'klarni yoqib borsak. Simni uzilgan. Buni ulashdan oldin обязательно o'chirasizlar. Mana svet kelgan. Lekin bitta narsa svet ketsa ham mana bu knopka bosganda ko'rsatyapti. Shunisi bor ekan. Endi qo'shninikini yoqib chiqamiz. Ketdingmi o'g'lim? Akram akanikiga qarab yur. Akram akanikiga mana bu yoqqa. To'klarni yoqib boramiz. Yaxshi to'g'ri ulangan ekan, kuymadi. Bo'lmasam kuyardi. Adashmasam shu. Bu bitta tekshirib oling, svet keldim. To'k xatda bor. Kamera gapirishni boshladi. Gapiryotibdi, svet keldi deb. Ketdingmi o'g'lim? Quyoshimiz ham mana o'z bulut orqasiga o'tyapti. Lekin shu havoda ham yetyapti. 1-2 ketyapti, 2,5 ketyapti shunda. Menimcha akkumulyatorga ham akkumulyatordan ham olgan bo'lish kerak. Bulut mana ahvol ekan. 3 uyga yetib berdi. Yaxshi bo'ldi. 3 uy chiroq bilan o'tirdi. Hozir svet kelganning hisobiga akkumulyatorga ham to'ldirib beradi. Boshqatdan akkumulyator to'lib. Men qaramadim, hozir bog'chaga ketyapman. Bog'chadan kelib yana bitta qarab qo'yaman, bodoga akkumulyator ketganmi yo'qmi? To'ldirib oladi, mana shu yoshi o'zi ham to'ldirib beradi akkumulyator. Shart emas uni alohida davlat to'kidan to'ldirishim. Hozir 2 uy yuzib tashladim. O'zim uyimga ketyapti, o'zim uyim 250 watt yeyapti hozirgi paytda. Qolgani mana shu quyosh o'zidan 1 kilovat beradigan bo'lsa akkumulyator to'ldirib qo'yadi. Ketgan bo'lsa arzimagan ketgan. Lekin bulut ekan qaramayman, mana bu yerda o'tiraman. Uyda o'tirib sezmanman men bulut tushganini. Lekin yetib berdi bemalol. Buni yetishini bilardim men. Mabodoga foydalanaylik, yaxshi narsa. Hibrid qo'ygan yaxshi shunisi. O'ziga ham, qo'shniga ham yordami tegdi. Salomat bo'linglar.